Uzoq muddatlik asoratdan keyin olim ulamolari, tijoratchi boylari, hunarvand kasblari, o'qituvchi o'quvchilari, dehqon ishchilari, mutafakkur ziyolilari u yo'ltashdek birlik sap tuzib, qonliq kurash qilib, tajovuzlarni qo'g'lab chiqarib qurib chiqqan mustaqil Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilish tarixi bizga umid bag'ishlaydi. Butun millatga va davlatga shon-sharaf keltirgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilganligini xotirlash va uni aslash millatimizning kelgusiga nisbatan umid hamda jasorat bag'ishlaydi. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, Sobit Damollam, Alixon To'ram qatorliq ajdodlarimiz 1933-yili 11-oyning 12-kuni Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini va 1944-yili 11-oyning 12-kuni Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qurgan bo'lib, bu ikki jumhuriyat qurilgan vaqt atrof qalaymaqonchilikqa to'lgan, yurtxona vayron qilingan, to'rt tarafdan dushman kuchlar mazkur ojiz davlatga ko'zini tikib turgan intayin murakkab tarixiy bosqichda turayotgan mezgil edi. Davlatimiz Sharqiy Turkiston ichki va tashqi qalaymaqonchilik, jo'g'rofiya, ijtimoiy holat va siyosiy jihatda nihoyat murakkab bo'lgan qatma-qat tahdid ichida qurilgan bo'lib, tashqi jihatda bir tarafda ayni vaqtdagi Sovet ittifoqi, yana bir tarafda Hindistonni o'z kontrolligiga olgan Britaniya imperiyasi, yana bir tarafda bo'lsa, necha 10 yillar mobaynida Sharqiy Turkistonni va aziz xalqini ezib, zulm qilib, bulang-talang qilayotgan qonxo'r, tajovuzchi Xitoylar bor bo'lib, bularning hech qaysi Sharqiy Turkistonning mustaqil davlat bo'lib qolishini xohlamaydi. Va aslida dushman bu davlatning qurilishini o'ylab boqmagan bo'lib, bu davlatning qurilib qolmasligi uchun xuddi bugungi kunimizdagiga o'xshashla Xitoy millatarislari boshliq bir turkum davlatlar ittifoq tuzishgan va davlatning qurilishining oldini to'sishgan edi. Ammo Allohning qudrat kamoli, fazli inoyati, aziz vatandagi har soha fidoilarining birdek kurashchanligi va tirishchanligi bilan oshunchalik qiyin sharoitdami bir emas, ikki qatim hammaylarni hang-tang qoldirgudek jumhuriyat qurib, uni e'lon qildi. Hatto ba'zi davlatlarning e'tirofiga erishgan edi. Yaqinqi zamonlarda har turli hiyla nayranglari orqali atrofdagilarning ko'zini bo'yab, o'zini cho'ng ko'rsatish uchun tashkillangan Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ini bo'lsa, tijorat, hamkorlik, birlik degandek chiroyli nomlar bilan o'ttirg'i chiqdi. Ammo bu tashkilotning qurilish orqa ko'rinishini nihoyat osonlik kishilar bilib yetadigan bo'lib, bu razil suiqasdlar ustiga qurilgan tashkilot edi. Kunimizda mazkur tashkilot a'zolarining va a'zo bo'lishga havas qiluvchilarning ko'payishi Xitoyningmi buningga mos holda dunyo jamoatchiligining ko'zini bo'yab, pat-pat yangi qurollarini ko'rsatib qo'yishi, ba'zi amalda yo'q xiyoliy texnologiyalarni chiqarib qo'yishi dunyo jamoatchiligining diqqatini qo'zg'adi. Va shuningdek, buningga ergashgan kimlik aslimasi tutuqlashgan. Oz sondagi Sharqiy Turkiston da'vochilari bo'lsa, bo'layotgan ishlarga hayron qolgandek, kelgusiga andisha qilgandek bo'lishdi. Aslida bular hammasi Xitoylarning dunyoga o'zini ko'rsatib, dunyo novchilariga sendin biz novchi signali, qo'rqinchoqlarga beshingni eziman signali. Oramizdagi Sharqiy Turkiston davlati qurilmaydi deb da'vo qilganiga o'xshash umidsizlik kishilar uchun o'ttirg'i chiqargan asli orqa ko'rinishi dunyoga qorong'ulik, zulm, zulmat elib keladigan Xitoychilik da'vosi edi. Buning oxlab qolgudek yoki qandoq bo'lib ketakin deb ansirab ketgudek hech qanday yeri yo'q edi. Chunki dushmanidan marhamat kutgandanmi ahmoq odam bo'lmas kerak. Ular aşır jinoyat qilmishlari bilan faqat biz Sharqiy Turkistonliklarga emas, butun dunyoga dushmandir. Buni hamda his qilib yetganlar bo'ldi. Texchi bilolmaganlar yillar o'tgandan keyin Xitoylarning yumshoq siyosati sababidan o'zining o'rnini yo'qotgan, o'zining boyliqlaridan ayrilgan va hatto o'zining zaminlarida ajnabiy atilib qolgan vaqtida to'lima kechikib his qiladi. Aslida Xitoylar u qadar kuchli emas. Uni kuchli his qildirgan hozirgi ba'zi texnologiya bilan bizning vatanlarimizdan bulab-talab elib ketgan boyliqlardir. Lekin ey aziz xalq, zolimlar chuqum gumron bo'ladi. Kuchlikning ustida bir kuchlik bor. Alloh Qur'oni Karimda u mashriqning va mag'ribning parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgan, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgan degan. Mushu munosabat bilan o'z qarindoshlarimizni yaratquchining ana shu olamshumul xitobini unutmaslikni tavsiya qilish bilan birga, bilib bilmay falsafa nuqtasidan modda birlamchilik dunyo qarshiga eg'ib ketib qolgan moddizmchilarni ogohlantiramiz.
Əməliyyatdamı aləmlərinin pərverdigarı buningdan ming yillar ilgari jakarlagan bu alamşumul haqiqatning rost haqiqat ekanligi. Bu dunyoning va igidorchilikning qurol yaroqlari kuchayib ketganlarning emas, balki uni yaratgan hammadan kuchlik, tangdoshsiz Allohning kontrolligida ekanligi. Uni o'zi xohlagan insonlarga nisb qiladiganligi va lekin oxirgi qalbining, oxirgi kontrollikning yanada u qudratlik Janobi Allohning qo'lida bo'ladiganligi uzun tarixda nurg'unlagan dalil paketlar bilan isbotlanib kelmoqda. Bu quyoshni to'sqili bo'lmagandek ochiq haqiqatdir. Alloh eng kuchlikdir. Har doim g'alaba qiladigini uzat yordam bergan tarafdir. Eng oxirida utuq qozonadiganini uzatga egashgan mo'minlardir. Alloh ko'rsatgan haq yo'lda da'vat qilishdan va bu yo'lda Allohning dushmanlaridan ayminib qilib harakat qilmaslik iymoni komil mo'minning sifati emas. Allah Taala mundaq deydi. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Shak shubhasizki, biz payg'ambarimizga, mo'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mo'minlardan bandalarining amallariga guvoh bo'ladigan, guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz, deb bayon qilgan bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflari va hatto 23 yillik hayotidagi bu haq da'vo uchun to'lagan badallari, qurbonliqlari bizga nihoyatda go'zal o'rnak bo'lib, u davlat va tuproqning hargizmi kurashsiz, qonsiz, fidokorliksiz bo'lmaydiganligini bizlarga amaliy hayoti bilan ko'rsatib qo'ygan. Malik bin Nabiy bu haqda mundaq degan: Mustamlikchini avval ruhingdan qo'g'lab chiqar. Shundala u zaminingdan chiqib ketadi. Bizning ona yurtimizni besib olgan bosqinchilar aslida tajovuzchi edi va bugungi kunimizda qilayotgan, elib berayotgan tajovuzchiligi, zulmi, qirg'in qilish jinoyatlarining tarixda misli ko'rilib boqmagan. Lekin bizning davlat qayta quriladi. Bizning millat zulmdan qutuladi. Bizning oy yulduzliq ko'k bayroq ona yurtimizning osmonida qayta lapildaydi. Bizning millatning ma'sumlarining yuzlari kuladi. Qachon millatdagi har bir a'zo o'zining mas'uliyatini mas'uliyatchanlik bilan tunib yetganda, u mas'uliyatdan foydalanmay, balki uning haqqi bilan ado qilganda, hamma shaxs o'zining mas'uliyat va majburiyatini ado qilish uchun aktiv rol o'ynaganda, hamma o'zining va atrofdagilarining ong saviyasini oshirganda, psixikadan bo'lmaydi, bitmaydi, qurilmaydi degandek lug'atlarni supurib tashlab, cho'qim bo'ladi, quriladi, tuziladi deb cheksiz va shaksiz ishongan. Hamma birdek ittifoqlik va samimiylik bilan o'rnidan dast turib, asli da'vo, asli kurash uchun jon fidolik bilan qahramonlik ko'rsatganda quriladi, qutuladi va tuziladi. Shu munosabat bilan butun xalqimizni o'zimizning shonliq tarixiga qayta nazar tashlab chiqishga tavsiya qilamiz. O'chmas iz qoldirgan ajdodlarimizga loyiqli iz bosar bo'lish uchun birliklikka va ittifoqlikka da'vat qilamiz. O'zimizning shonliq tariximizni qayta yaratish uchun birlik safga chaqiriq qilamiz. Qudratli Allohdan hammamizni birdek uyultashdek uyushib berishini, o'zimizning ona yurtidan tajovuzchi zolimlarni qo'g'lab chiqarib, bayroqlarimizni lapildatib, shukr sajdasi bilan hamda sano aytishga nasib qilishini so'raymiz. Amin.